Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida duxovkada ajoyib non retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga 1 stakan iliq suv, 1 choy qoshiqda tuz, 1 choy qoshiqda dro'j solib, yaxshilab aralashtirib, endi unimizni elida o'tkazib olamiz. Un taxminan menda 4-5 piyola un ketdi. Yaxshilab qattiq xamir qilib olamiz. Yetarlicha xamirlarimizni solib, endi oshirishga qo'yamiz. Xamirimizni ko'tarilib chiqqunga qadar. Menda yarim soatda ko'tarilib oldi, iliq joyga qo'yib qo'yganim uchun. Mana xamirlarimiz ko'tarilib oldi. Endi esa xamirlarimizni olib zuvalachalar qilib olamiz. Ikkiga bo'lib. Albatta uyda tayyorlab ko'ring. Albatta ko'chadan sotib olmaysiz. Juda ham oson va juda ham mazali non bo'ladi. Xohishga qarab qanday shaklni keltirish o'zingizga bog'liq. Men shu shakldan qilib foydalandim. Albatta uyda non tugab qolganda ham albatta uyda bor narsalardan tayyorlasa bo'ladi. Ham to'yimliroq bo'ladi magazinni noniga qaraganda. Listimizga solamiz. Mana shu shaklda qilib joylashtirib oldim. Endi esa vilka yordamida vilka urib oldim. Agar nonpor bo'lsa, nonpor ursa ham bo'ladi. Menda nonpor yo'q edi, shuning uchun vilkadan foydalandim. Chiroyli qilib gul berib olamiz o'rtasiga, xuddi patir qilgandek qilib. Endi esa tuxum sarig'ini yengil qilib surib olamiz. Duxovkani qizdirib qo'yamiz. 200 gradusga qo'yamiz. 200 gradusda yarim soatda pishib tayyor bo'ladi. Gaz pechiga soldim. Mana ko'rib turganlaringizdek nonlarimiz chiroyli bo'lib pishdi. Mana ichlarini ham ko'rsataman. Orqa tomonlari ham qip-qizil bo'lib, xuddi tandirda pishgan nondek bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringizlar, retsept bo'yicha juda ham oson va tez tayyor bo'ladi. Ham to'yimliroq bo'ladi. Agarda sizga retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosib ketishni ham unutmang azizlar. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha